Qo'shmoq tuqqanni o'ltiraladim. Mikro hikoya. Avtori Artuch Bug'ra. Sharq Turkiston xalqi yana bir zulmga mubtalo bo'lgan edi. 2016-yili Sharq Turkistonga yangi tayinlangan qonxo'r jallod Chinchuango boshlagan qo'shmoq tuqqan bo'lish siyosati bir yildan keyin texmi avjiga chiqib, qo'shmoq tuqqan haftaligi deb har bir Uyg'urning oilasiga qonxo'r Xitoylardan kelib o'rinlashishga boshladi. Uning ustiga Sharq Turkistonda 16 yoshdan yuqori, 70 yoshdan tuvan erlar asosiy jihatdan tutqun qilinib ketgan bo'lg'achqa, har bir oilada asosli ayollar va kichik bolalar qolgan edi. Bugun Zulfiyaning ko'ngli intayin g'ash edi. Chunki onunga idorasidan muavin mudir darajalik bir Xitoyni tuqqan qilib chatgan edi. Bugun idorada ochilgan qo'shmoq tuqqan haftalik yig'inidimi, idora rahbarligi qo'shmoq tuqqanlarni yaxshi kutib olish kerakligini, buni bir siyosiy vazifa sifatida qabul qilib, sohibxonlarning nihoyatda yaxshi moslashishini hamda buni bir fursat deb bilib, ideyasini ozod qilib, millatlar ittifoqligini ko'z qarchug'ini asirgandek asrashning muhimligini ta'kidlagan edi. Bu idorada Zulfiyadan boshqa Uyg'ur xizmatdoshlari asosan tarbiyalash nomidagi turmalarga avatib etilgan. O'zining yo'ldishimi tijorat qilayotgan ishkari o'lkadan chaqirtilib, 8 oydan beri yurtidagi eng cho'ng tarbiyalash markazida edi. Xitoy tajovuzchilarining elib berayotgan irqiy qirg'inchiligidan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar intayin vahima ichida kun sanab yashamoqda edi. Bu zulmdan qutulish uchun Allohga yelinib ibodat qilishga fursat yo'q edi. Namozlarini ko'pincha ishorat bilan o'taydi. Sirtda xizmat o'rinlarida ro'mol artish shaklinadigan bo'lg'achqa, Zulfiya ishqa yalang'boshlab berib kelishga majbur bo'ldi. O, ikki qizini tarbiyalab yetishtirish uchun xizmatdan tushib, bolalarini maktabdan qaytarib elib kelib, darslarga yetakchilik qiladi. Dadasining tarbiyalash o'rnida amalsiz tarbiyalanishga zo'rlanayotganligini, bolalarga ruhiy besim bo'lmasin deb, siyosiy o'rganishda deb siliqlashtirishga tirishadi. Zulfiyaning xiyolida qo'shmoq tuqqanining tamog'ini etib berib, yo'lga silib etish plani bor edi. O ichida bu Xitoylar bizning tomoqlarni yeyishga amroq. Polo bilan Petermanti etib maydisini ko'tarolmagidek bir yigizay. Bo'lsa ish ortib qolsa, ertasidan boshlab kelmas teg'i yaxshi deb o'yladi. Zulfiya bilan qo'shmoq tuqqan bo'lishga qasdan o'rinlashtirilgan Li familiyalik Xitoy bo'lsa, Sharq Turkistonga ishkiri o'lkadan kelganiga uzoq bo'lmagan qara Xitoy edi. O o'z ko'nglida texi Zulfiyadek Uyg'ur qizlariga ishpesh tartib yurgan bo'lib, Xitoy tajovuzchi hukumatı yaratib bergan sun'iy tuqqanchilikni tazi bir fursat deb, o'zining yomon niyatini ishga oshirishni ko'ngliga pukkan edi. Le o'zining razil maqsadini amalga oshirish uchun Zulfiyani ishxonasiga chaqirtib, boradigan vaqtni kelishib olmoqchi bo'ldi. Zulfiya Lening ishxonasiga kirdi. Le sat qalcharab o'rnidan turib, Zulfiyani qarshi oldi va ko'yingan qiyofatda so'z boshladi. Qandoq? Xizmatda va turmushda qiyinchiliklar bormi? Bolalaringlar-chi? O'qishlari yaxshi ketib boramdi? Yaxshi, dedi Zulfiya to'van ovozda. Sizmi bilasiz Zulfiya, yuqorini o'rinlashtirishi bilan men sizning uyingizga bir hafta qo'shmoq tuqqan bo'lish, siyosiy vazifamni ado qilish uchun borman. Men go shaklga berib qo'yay degan. Lekin tashkil bunga sal qarmasligimizni, cho'qim bir haftada yetib qo'yish, ashtamoqda birga bo'lishimizni talab qilyapti. Shunga men bek amalsiz, dedi-da, asta o'rnidan turib, Zulfiya o'ltirgan kresloga yaqinlashdi. Bolalaringizni cho'nglarning uyiga o'rinlashtirib qo'ying, dedi-da, Zulfiyaning mo'risiga qo'lini qo'ydi. Zulfiyaning beshidan so'g'uq suv quygandek, andikkan holda o'rnidan turib ketdi. U
bu nijis kafir Xitoyning qo'lining badaniga tegishidan xo'rliq his qildi. O'zini zo'rg'a tutib elib, "Lemudir, sizmi bilasiz? Mening yo'ldishim tarbiyalanyapti. Uyda boshqa er tuqqanlarimmi yo'q. Şoňa qizlarim bilan turayotganimni bilasiz. Bolsa, men tamoq qilib bersam, yeb bo'lgandan keyin qaytib ketsangiz, bizning Uyg'urlarning urf-odatlariga to'g'ri kelmaydi." Lenin talati o'zgardi. Tükürüklerini çatırtıp sözleşki başladı. "Mana, sizlarda asabiy ideya moşu. Partiyanın siyasetiga qarşı çıkmakçı mı? Partiya bilmemdi bunu. Partiya sizlarga g'amxo'rlik qilib, bizlarni sizlarning uyinglarga berib, o'xshamagan urf-odatga ko'nishga zo'rlayotsa, sizlar teqi buni tushunmay, mushunday qilamsizlar? Yo'ldosh Zulfiya, sizning ideyangiz teqi o'zgarmagan o'xshaydi. Bunday qilsangiz, sizmi yo'ldishingizdan keyindan tarbiyalashga bordigan o'xshaysiz." Lenin gepidan Zulfiyaning qo'shimi sustirildi. Tishlari bir-biriga kirishib ketgan edi. Buning bilan gap talashib masalani hal qilinmaydiganligiga ko'zi yetgan Zulfiya Liga qarab chandurmay. "Bo'ladi, Lemudir. Siz o'rinlashtirgandek bo'lsin. Men hozir qaytib tayyorlik qilib, ballalarimni o'rinlashtirib qo'yay", dedi. Bu gapni anglagan Lenin g'azir ko'zlari xo'shallikdan qisilib, "Bo'ladi, shunday qiling. Sizga ruxsat, atkashda ulgurib boraman", dedi. Zulfiya o'zining uyiga qanday kelib qolganligini sezmay qoldi. Darhol tahorat elib, asr namozini o'tib olgandan keyin duoga qo'l ko'tarib Allohga yalindi. "Ey Allohim, nijis Xitoy tajovuzchilarining iymonimni, g'ururimni, vijdonimni, iffat nomusimni dafsanda qilishiga fursat berma. Undan burun mening jinimni olgin. Bu nijis Xitoyga qarshi menga iymon, kuch-quvvat, aql, farosat ber. Meni sana yarg'an shaklda omonatingni topshirishga nasib qilgin." Zulfiya o'ziga fursat kelganligini tushundi. Bu to'ng'izlar do'qmushlarga chas qurib o'ziga yaqin yo'latmagan edi. Endi mana bizning erlarimizni tutib solash bilan birga ularning iymoni va erlik g'ururini texmi sundirish uchun bizning iffat nomusimizga tajovuz qilishni o'ylayotdi. "Hey cho'shqilar, bilib qo'yish, biz musulmon avlodi. Bizning tariximizda sana qarshi chiqqan nozugum, rizvon gullarini o'ntishib kelishgan o'xshaysan. Senlarga bizning ar-nomusimizni qanday qo'g'daydiganligimizni bir ko'z tutib qo'yay, Alloh xolisa", dedi ichida va uni qanday ujuqtirish planini o'ylashga boshladi. Atsi kechmi kirdi. Li xo'shalligini ichiga sig'dira olmay, Zulfiyaning uyiga berishga aldiraydi. U idorasidan 5 kiloluk bir bak sumay bilan 5 kiloluk go'rishni mashinasiga silib olgan edi. Zulfiya qasdan Leni eshik oldida uzoq saqiltib, eshikni ochdi. Li sat hijib uyga kirdi va balalarni so'radi. Zulfiya javoban, "Qizlarimni cho'nglarning uyiga o'rinlashtirib qo'ydim", dedi. "Yaxshi bo'pti, nayt yaxshi bo'pti. Xotirjam uxlay oladigan bo'ldim-da", dedi Li. Zulfiya chandurmay, "Bek bilan uxlaysiz, menga uyg'un olmag'idek", dedi. Zulfiya tayyorlagan tamoqlarni ustalga elib chiqdi. Li tamoqlarga zahar sep qo'ygan bo'lmasin degan gumon bilan Zulfiyani birlashishga taklif qildi. Zulfiya chandurmay tamoqlarga eg'iz tekkan bo'ldi. Tamoqdan keyin qilishgan taqdim bag'dan gaplarga Zulfiya o'z yo'lida javob berdi. O'zini nihoyat ojiz ko'rsatishga tirishdi. Li gap boshladi. "Zulfiya xonim, kech bo'lib ketdi, yetib qolsak. Adiyani ishga boraman. Ammo siz bormisingizmi bo'ladi? Sizga ruxsat", dedi. Zulfiya yotoq uyini ko'rsatib turib, "O'rinlashtirib qo'ydim, Lemudir. Siz aram olg'ashtiring, men ustallarni yig'ishtirib bo'lib, keyningizdan kiraman", dedi. Zulfiyadan hech qanday qarshiliksizla ko'ngildagidek javobga erishgan Li aldirab hujra uyga kirib ketdi. Zulfiya yo'ldishining yig'ilishlardan tiqib, saqlab kelayotgan pichqani qo'liga oldi-da, Allohdan jihatning o'ngishliq bo'lishini tiladi. Pichoqni qo'l dungisiga o'rab, yotoq uyiga kirib keldi.
Li shirin xiyolda mast bo'lib, sho'lgaylarini eqitib, karvatga o'zini tashlab yotgan edi. Zulfiyaning kirganligini ko'rib, o'rnidan turib, o'zini tuzab bo'lguncha Zulfiya etilib berib, uning qo'rsoq qismiga udullab, arqa-arqadan pichoq soldi. Li nima bo'lganini anqirib bo'lguncha, pichoq kirgan o'rinlardan qonlar etilib chiqdi. Li qonni ko'rib cho'shqidek chayqirdi. Zulfiya 3-chi qitim Allohu akbar degenicha pichoqni Lining bo'yniga soldi. Li yerga yiqildi. U jon talashmoqda edi. Zulfiya zo'ngzayib o'ltirib, Liga qarab past ovozda: "Qandaq, Li cho'shqa? Uyg'ur ayollarini bo'zak qila olayman deb o'ylab qoldingmi? Sana bo'zak bo'ladigan, sen depsanni qiladigan Uyg'ur xalqiga o'lib tugimidi. Erkeklerimiz şehit bolsa, ayollarımız senlerinin karşında. Bizler şehit bolsak, ballarımız karşına çıkıdı. Şunu bilip kal. Biz Allah'ın yardımı bilen senlerini Şarkı Türkistan'dan qoğlap çıkarımız." 2018 yılı 17 yanvar.